Kim aytdi Zaporojda drift qilsa bo'lmaydi deb. Akalar, kabeshlarni qator qilib terib edik. Siz o'tirib maza qilib kontent ko'ring. Endi xudo xohlasa kontentlarimiz qiziqarli bo'ladi. Agar tegib ketib qoladigan bo'lsa ham, kabesh unaqa qimmat emas ekan. 30% pulini to'lab turib, shunda o'zini joyida achib ketsam ham bo'laveradi. Agar maboqda tegib ketadigan bo'lsa. Tegib ketsa ham kabeshli bo'lib qolaman ekan. Tegmay qolsa ham xudo xohlasa baribir kabeshli bo'laman. Siz tomosha qiling. Faqat qo'lingdan kelganini qilsang hech qachon o'z-o'zingdan o'tib keta olmaysan. Men yirtib berardim, uka, eplolmading deydiganlarga. Akalar endi Zaporojda motoridan kelganicha harakat qildi. O'zini imkoniyatidan kelib chiqib Mers, BMW bo'lganda biz ham bilardik. Nexus ham yaxshi drift qiladi, bilaman, lekin drift qilish yaxshi narsa emas. 3 ta mashina qo'ydik. Agar 50 mingta lak yig'adigan bo'lsa, 4 ta qilamiz. Kia Sonet mashinasini qo'yamiz. 199 million ekan. 25% bilan to'lasangiz, shunda achib ketsangiz bo'lar ekan. Joninglar sog' bo'lsin. Xudo xolasa 4 ta mashina qilamiz keyingisida, agar 50 mingta lak yig'adigan bo'lsa. Sizga Kia mashinalari qiziq, sotib olish niyatida yurgan bo'lsangiz, Kia Auto Spectre, Kia Xo'jaobodga kelasiz aka, shu yerdan yangi mashinali bo'lib ketasiz. Bu yerda eski mashinangizni ham olib qolishadi. O'rniga yangisini minib ketsangiz bo'laveradi. Hech qanaqangi oshcha hujjatlarsiz, oshcha ovoragarchiliksiz o'zingizdan xarid qilsangiz bo'laveradi. Joninglar sog' bo'lsin.